Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto ayrim oilalarning oylik byudjetiga bevosita ta'sir qiladigan yangilik haqida gapirmoqchiman. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlarga, balki ota-onasi bo'lsa, bobosi pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya masalasida kichkina bitta bir o'zgarish ham doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga yoki qarzlarni yopishga yetadigan qo'shimcha pul degani bo'lishi mumkin. Men sizga bu mavzuni oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va xatoga yo'l qo'ymaslik uchun nimalarga e'tibor berish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda aniq qilib aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik pensionerlarga vaqtida yetib borishi kerak. Men ko'p yillardan beri pensiya, ijtimoiy to'lovlar, mehnat staji va nafaqa masalalarini kuzatib kelaman. Pensionerlar bilan gaplashganimda eng ko'p eshitadigan savolim shunday bo'ladi. Men ishlaganman, stajim bor, lekin nega pensiyam kam chiqdi? Yoki yana bir savol. Hujjatlarim to'liq bo'lmasa, endi hech narsa qilib bo'lmaydimi? Mana shu savollar ko'pchilik uchun juda og'riqli. Avvallari pensiya hisoblashda eng katta muammolardan biri hujjatlarning tarqoq bo'lishi edi. Kimdir sovet davrida ishlagan, kimdir kolxozda mehnat qilgan, kimdir zavodda, maktabda, shifoxonada, qurilishda yoki xususiy korxonada ishlagan. Lekin yillar o'tishi bilan korxona yopilgan, arxiv boshqa joyga ko'chgan. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar xira bo'lib qolgan. Ayrim davrlar umuman kiritilmay qolgan. Natijada odam aslida 35 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 27 yil ko'ringani uchun pensiyasi pastroq hisoblangan. Endi esa pensionerlar uchun yaxshi xabar shundaki, pensiya masalalarida ma'lumotlarni aniqlashtirish, yetishmayotgan ish stajini tiklash, qayta hisob-kitob qilish va ayrim hollarda qo'shimcha to'lovlarni olish imkoniyatlari ancha faol qo'llanilmoqda. Men buni juda yaxshi xabar deb aytishimning sababi shuki, bu faqat kelajakdagi pensionerlarga emas, allaqachon pensiya olayotgan fuqarolarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni siz mening pensiyam allaqachon tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylasangiz, bu har doim ham to'g'ri emas. Oldin ko'pchilik pensionerlar bir marta pensiya tayinlangandan keyin hammasi tugadi deb hisoblashardi. Aslida esa pensiya ishini qayta ko'rib chiqish mumkin bo'lgan holatlar bor. Masalan, ilgari hisobga olinmagan ish staji topilsa, oylik ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumoti aniqlansa, nogironlik boquvchisini yo'qotganlik, ustama yoki imtiyozli davrlar bo'yicha hujjatlar paydo bo'lsa, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzu har bir pensioner uchun amaliy ahamiyatga ega. Men avvalo oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya miqdori odatda bir nechta asosiy omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi miqdori, rasmiy to'langan badallar yoki hisobga olinadigan mehnat faoliyati, shuningdek ayrim imtiyozli holatlar. Agar shu omillardan bittasi noto'g'ri yoki to'liq kiritilmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Masalan, odam 1995 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagan, lekin mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sana bor, ishdan bo'shagan sana noaniq yozilgan yoki korxona nomi o'zgargan, muhr noto'liq tushgan. Bunday holatda ayrim davrlar hisobga olinmay qolishi mumkin. Endi pensiya arxividan ma'lumot olib kelsa yoki tegishli tashkilot tasdiqlovchi hujjat bersa, shu davr pensiya ishiga qo'shilishi ehtimoli bor. Yana bir muhim jihat bor. Ko'p odamlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Bunday pensionerlar uchun ishlagan davrlar rasmiy daromad va badallar bo'yicha qayta hisoblash masalasi paydo bo'lishi mumkin. Albatta, bu har bir holatda avtomatik katta o'sish bo'ladi degani emas. Lekin agar odam pensiyaga chiqqandan keyin bir necha yil rasmiy ishlagan bo'lsa, u o'z pensiya ishini tekshirtirib ko'rishga haqli. Men bu yerda eng muhim fikrni aytmoqchiman. Ko'pchilik pensionerlar o'z huquqini so'ramagani uchun pul yo'qotadi. Davlat organiga murojaat qilmasa, arxivdan ma'lumot izlamasa, pensiya jamg'armasiga ariza bermasa, mavjud xatolik yillar davomida qolib ketishi mumkin. Pensiya masalasida o'zi bilib to'g'rilab qo'yishadi deb kutib o'tirish har doim ham to'g'ri yo'l emas. Men pensionerlarga doim shuni maslahat beraman. O'z pensiya ishingizni bir marta sinchiklab tekshirtiring. Birinchi navbatda mehnat staji to'liq hisobga olinmagan pensionerlar foyda ko'rishi mumkin. Masalan, bir ayol 30 yil maktabda ishlagan,
Lekin pensiya tayinlashda 24 yil staj hisoblangan. Sababi 1990 yillardagi bir necha yil bo'yicha buyruqlar arxivdan topilmagan. Agar u keyinroq tuman arxividan, maktabning eski hujjatlaridan, maktabning eski hujjatlaridan yoki xalq ta'limi bo'limidan ma'lumot topsa, o'sha yillar qo'shilishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan pensionerlar. Masalan, erkak kishi 6 yoshda pensiyaga chiqdi. Lekin keyin 5 yil qorovul, haydovchi yoki ustaxona ishchisi bo'lib rasmiy ishladi. Agar ish beruvchi barcha hujjatlarni to'g'ri yuritgan bo'lsa, bu davr bo'yicha qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu odam men allaqachon pensiyadaman, keyingi ishlarim hech narsaga ta'sir qilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Uchinchi toifa. Ish haqi bo'yicha noto'g'ri yoki past ko'rsatkich bilan pensiya tayinlanganlar. Ba'zan odam yaxshi oylik olgan, lekin pensiya hisoblashda pastroq ma'lumot kiritilgan bo'ladi. Masalan, 1998 yilda bir mutaxassis oyiga 5000 so'm maosh olgan, lekin arxivda faqat stavka qismi ko'rsatilgan mukofot, ustamayoq qo'shimcha to'lovlar tushmagan. Agar qonuniy hisobga olinadigan ish haqi tarkibi hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-toifa bolalarni parvarish qilgan davrlar, harbiy xizmat, o'qish, nogiron farzandga qarash yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar bo'yicha savol bor fuqarolar. Har bir davr ham bir xil tartibda hisobga olinmaydi, lekin ayrim holatlar stajga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men uyda o'tirganman, demak bu yillar butunlay yo'q deb xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. 5-toifa zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlaganlar. Masalan, konchilik, kimyo sanoati, issiq sex, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika yoki boshqa maxsus sohalarda ishlagan fuqarolar uchun alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Bu yerda lavozim nomi, ish joyi, ish sharoiti va hujjatdagi yozuvlar juda muhim. Birgina lavozim nomidagi farq ham natijaga ta'sir qilishi mumkin. Men sizga birinchi misolni keltiraman. Tasavvur qiling, 12 yoshli pensioner ayol 32 yil tikuv fabrikasida ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga 26 yil staj hisoblab pensiya tayinlangan. O'sha paytda u hujjat izlashga kuch topmagan, nima bo'lsa bo'ldi deb qo'l siltagan. Oradan 7 yil o'tib, farzandi onasining mehnat daftarchasini ko'rib, 6 yil yo'qolib qolganini sezadi. Ular tuman arxivga so'rov beradi. Arxivdan 1994 yillar bo'yicha ishga qabul qilish va maosh qaydnomalari topiladi. Natijada pensiya jamg'armasiga ariza topshiriladi. Agar hujjatlar to'g'ri tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Bu har oy 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq farq berishi mumkin. Miqdor aniq holatga bog'liq, lekin pensioner uchun bu juda sezilarli pul. Ikkinchi misol. 63 yoshli erkak pensiyaga chiqqach, yana dar yil rasmiy ishlagan. U har oy ish haqi olgan, soliq va badallar ushlangan, lekin u pensiyasi o'zgarmayapti deb o'ylab yurgan. Keyin u pensiya bo'limiga borib, qayta hisoblash bo'yicha maslahat so'raydi. Mutaxassis uning keyingi rasmiy ish davrlarini tekshiradi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, odam ishni rasmiy qilgan. Agar u og'zaki kelishuv bilan ishlaganda, oylik qo'lga berilganda, hujjatda hech narsa ko'rinmaganda buni isbotlash qiyin bo'lardi. Uchinchi misol, bir pedagog ayol 25 yil maktabda ishlagan. Keyin 3 yil bo'lsa bilan uyda bo'lgan. Keyin yana ishga qaytgan. Pensiya hisoblashda ayrim davrlar noto'g'ri ajratilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ish joyidan buyruqlar, ta'til bo'yicha hujjatlar va arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Har bir yilni alohida ko'rib chiqish lozim. Men bunday vaziyatlarni taxmin bilan emas, hujjat bilan ishlashni tavsiya qilaman. 4-misol. Bir fuqaro 1990 yillarda kichik korxonada ishlagan, korxona keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin korxona arxivga hujjat topshirmagan. Bunday vaziyat eng murakkab holatlardan biri. Lekin bu ham darhol umidsizlik degani emas. Soliq organlari, bandlik idoralari, eski buyruqlar, ish haqi vedomoslari sud orqali tasdiqlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Albatta, sud yo'li hamma uchun oson emas. Vaqt va asab talab qiladi. Lekin katta staj davri yo'qolgan bo'lsa, bu yo'l o'zini oqlashi mumkin. Agar sizning mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz pensiya ishida to'liq aks etgan bo'lsa, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa va siz pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin.
lekin men baribir bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xato ko'zga darrov tashlanmasligi mumkin. Agar siz pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa va barcha ma'lumotlar elektron tizimda to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, xavotir kamroq bo'ladi. Yangi davrlarda ish beruvchilar ma'lumotlarni elektron shaklda yuritadi. Shuning uchun yo'qolib ketish xavfi oldingiga qaraganda pastroq. Ammo eskilar. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillarning boshidagi hujjatlar bo'yicha ehtiyotkorlik zarur. Agar sizning pensiyangiz minimal miqdor yoki ijtimoiy nafaqa tartibida bo'lsa. Qayta hisoblash natijasi har doim ham katta bo'lmasligi mumkin. Lekin bu ham tekshirishga arzimaydi degani emas. Ayrim hollarda yetishmayotgan staj topilsa, to'lov turi yoki miqdori o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga o'z holatini alohida baholashni maslahat beraman. Endi juda muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: har qanday topilgan qog'oz pensiyaga ta'sir qilavermaydi. Hujjat rasmiy bo'lishi, unda sana, lavozim, tashkilot nomi, muhr yoki tasdiqlovchi rekvizitlar bo'lishi kerak. Masalan, eski daftar varag'i, norasmiy ma'lumotnoma yoki guvohning oddiy og'zaki gapi yetarli bo'lmasligi mumkin. Pensiya masalasida asosiy kuch hujjatda. Ikkinchi nozik jihat: ish staji va ish haqi alohida tushunchalar. Ba'zan odam men 5 yil staj qo'shdim, demak pensiyam juda ko'p oshadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya hisobida staj ham, o'rtacha ish haqi ham rol o'ynaydi. Agar qo'shilgan davrda ish haqi past bo'lgan bo'lsa, ta'sir kamroq bo'lishi mumkin. Agar qo'shilgan davr yuqori maoshli va hisobga olinadigan to'lovlarga boy bo'lgan bo'lsa, ta'sir kattaroq bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat: qayta hisoblashning kuchga kirish sanasi. Ko'pchilik menga 10 yil oldindan hammasini to'lab berishadim deb so'raydi. Bu masala qonuniy tartibga bog'liq. Odatda murojaat qilingan sana, hujjat topshirilgan vaqt, xatolik kim tomonidan sodir etilgani va boshqa omillar hisobga olinadi. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik juda muhim. Agar siz bugun hujjat topgan bo'lsangiz, uni bir chetga qo'yib, yana bir yil kutib yurish noto'g'ri. To'rtinchi nozik jihat: pensiyani oshirish uchun hujjat topshirganda mavjud pensiya kamayib qoladimi degan qo'rquv. Bu savolni ko'p eshitaman. Odatda odamlar qayta hisoblashdan qo'rqadi. Tekshirishsa biror narsa chiqib pensiyamni kamaytirib qo'yishadi deb o'ylaydi. Bu qo'rquvni tushunaman. Shuning uchun men avval maslahat olishni, mavjud pensiya ishining nusxalarini ko'rib chiqishni, keyin ariza berishni tavsiya qilaman. Agar sizda shubha bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashib, qaysi hujjat nimaga ta'sir qilishini aniqlab oling. 5-nozik jihat: firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensionerlar uchun pul mavzusi chiqishi bilan ayrim odamlar men pensiyangizni oshirib beraman, tanishim bor, falon pul bering, hammasini hal qilaman deb chiqishi mumkin. Men bunday takliflarga ishonmaslikni qat'iy maslahat beraman. Pensiya masalasi rasmiy ariza, rasmiy hujjat va qonuniy tartib bilan hal qilinadi. Hech kimga hujjatingizning asl nusxasini uzoq vaqtga berib yubormang. Pasport, bank kartasi, PIN kod, SMS kod kabi ma'lumotlarni hech kimga aytmang. 6-nozik jihat: bank kartasi va pensiya to'lovi. Pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, kartaning amal qilish muddati, bankdagi hisob raqami, plastik karta bloklanmaganligi, ishonchnoma muddati kabi masalalarga ham e'tibor bering. Ba'zan odam pensiya oshmayapti deb o'ylaydi. Aslida to'lov bankdagi texnik sabab bilan ushlanib qolgan bo'ladi. Bu pensiya hisobidan boshqa masala, lekin pensioner uchun natija bir xil pul vaqtida kelmaydi. Shuning uchun bank va pensiya bo'limi bilan alohida aniqlashtirish kerak. Endi men sizga nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam: o'zingizdagi barcha hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport, ID karta, pensiya guvohnomasi, ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, harbiy bilet, diplom, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik yoki parvarish bo'yicha hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam: mehnat daftarchangizni yillar bo'yicha tekshiring. Men buni oddiy jadval shaklida qilishni maslahat beraman. Masalan, 1970-1993 yillar birinchi ish joyi, 1973-1990 yillar ikkinchi ish joyi, 1990-1997 yillar uchinchi ish joyi. Har bir davr yoniga hujjat bor, muhr bor, sana aniq arxiv kerak deb yozib chiqing. Shunda qaysi joy muammo ekanini ko'rasiz. Uchinchi qadam: pensiya bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya va pensiya organiga murojaat qiling. Murojaatda
pensiya ishimdagi mehnat staji va ish haqi ma'lumotlarini tekshirib berishingizni. Zarur bo'lsa, qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda ariza yozish mumkin. Arizada telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ko'rsating. 4-qadam, agar muayyan ish davri hisobga olinmagan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Tuman yoki shahar arxivi korxona vorisi, vazirlik yoki idoraviy arxiv, sobiq ish joyi joylashgan hududdagi tashkilotlar orqali ma'lumot izlash mumkin. So'rovda aniq yozing, qaysi yillarda ishlagansiz, lavozimingiz nima bo'lgan, korxona nomi qanday yozilgan, o'sha paytdagi manzil qayer bo'lgan. Qanchalik aniq yozsangiz, javob topish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. 5-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumot so'rang. Faqat ishlaganingizni tasdiqlash yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayrim holatlarda oylik maosh bo'yicha ma'lumot ham kerak bo'ladi. Maosh qaydnomalari, hisob-kitob varaqalari, buyruqlar, tarif stavkalari, ustama va mukofotlar bo'yicha hujjatlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin har bir to'lov turi ham pensiya hisobiga kiritilavermaydi. Buni mutaxassis tekshiradi. 6-qadam, arizangizni og'zaki emas, yozma topshiring. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Og'zaki so'rash foydali. Lekin rasmiy natija uchun yozma murojaat kerak. Ariza topshirganingizda qabul qilingan sanani, kirim raqamini yoki elektron tasdiqni olib qo'ying. Keyin javob muddati o'tib ketsa, aynan shu raqam orqali so'rab bilasiz. 7-qadam, javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga rad javob berilsa, bo'lmadi ekan deb darhol taslim bo'lmang. Rad javobida sabab yozilgan bo'lishi kerak. Masalan, hujjat yetarli emas, sana mos kelmaydi. Korxona ma'lumoti tasdiqlanmadi. Qonun bo'yicha bu davr hisobga olinmaydi. Sababni tushunsangiz, keyingi qadamni bilasiz. Ba'zan betda yetishmayotgan ma'lumotnoma butun masalani hal qiladi. 8-qadam, zarur bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilishni ko'rib chiqing. Men sudni 1-qadam sifatida tavsiya qilmayman. Chunki avval arxiv pensiya bo'limi va rasmiy yozishmalar orqali hal qilish kerak. Lekin katta staj davri yo'qolgan. Hujjatlar qisman bor, guvohlar bor, lekin organlar tan olmayotgan bo'lsa, yuridik maslahat olib sud tartibini ko'rib chiqish mumkin. Men pensionerlar va ularning farzandlariga alohida daftar tutishni maslahat beraman. Unda barcha murojaatlar sanasini yozing. Masalan, 12 mart kuni pensiya bo'limiga ariza topshirildi. 12 mart kuni arxivga so'rov yuborildi. 5 aprel kuni javob keldi. Hujjatlarning nusxasini saqlang. Agar telefon orqali gaplashsangiz, kim bilan gaplashganingizni va nima deyilganini yozib qo'ying. Bu tartib oddiy ko'rinadi, lekin keyin juda katta yordam beradi. Hujjat topshirishda asl nusxani ko'rsatish mumkin, lekin imkon qadar nusxasini qoldiring. Agar asl nusxa olinadigan bo'lsa, albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat oling. Mehnat daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar yo'q bo'lsa, ularni tiklash yana vaqt oladi. Ayniqsa yoshi katta odamlar hujjatlarni boshqalarga ishonib topshirayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensionerning o'zi borishga qiynalsa, farzandi yoki ishonchli vakili yordam berishi mumkin. Buning uchun ayrim hollarda ishonchnoma kerak bo'ladi. Ishonchnomada aynan qanday vakolat berilayotgani yozilishi lozim. Ariza topshirish, hujjat olish, ma'lumot so'rash, javoblarni qabul qilish. Bank kartasi yoki pul yechish vakolati alohida masala. Uni ehtiyotkorlik bilan rasmiylashtirish kerak. 1-xato, meniki baribir chiqmaydi deb umuman murojaat qilmaslik. Men amaliyotda shuni ko'rganman. Ko'p masalalar odam 1-qadamni tashlagandan keyin yechila boshlaydi. Arxivdan hujjat chiqmaydi deb o'ylagan joydan ba'zan to'liq ma'lumot topiladi. 2-xato, faqat tanish orqali hal qilishga urinish. Rasmiy yo'lni chetlab o'tish keyin muammo keltirishi mumkin. Agar hujjat qonuniy bo'lsa, u rasmiy tartibda ham ishlash kerak. Agar hujjat qonuniy bo'lmasa, tanish orqali ham baribir xavfli. 3-xato, noto'g'ri ma'lumot berish. Ba'zan odam ish joyi nomini eslay olmaydi va taxminan yozadi. Masalan, qurilish boshqarmasi deb yozadi. Lekin aslida 3 sonli qurilish montaj boshqarmasi bo'lgan. Arxiv esa aniq nom bo'lmasa, hujjatini topolmasligi mumkin. Shuning uchun eski hujjat, muhr, maosh qog'ozi, hatto eski kasaba uyushmasi bilan ham yordam berishi mumkin. 4-xato, javobni o'qimasdan chetga surib qo'yish. Rasmiy javobda keyingi yechim kaliti bo'lishi mumkin. Falon hujjat taqdim etilsa qayta ko'rib chiqiladigan jumla bo'lsa, bu rad etish emas.
balki nima qilish kerakligini ko'rsatuvchi yo'l xaritasi. 5-xato hujjatlarni kechiktirish. Pensiya masalasida vaqt muhim. Bugun ariza topshirish bilan 6 oy keyin topshirish bir xil natija bermasligi mumkin. Chunki ayrim to'lovlar murojaat sanasiga bog'lanadi. Shuning uchun men keyinroq boraman degan odatni tashlashni maslahat beraman. Men bu mavzuda eng asosiy gapni yana bir bor ta'kidlayman. Pensioner o'z pensiya ishini tekshirtirishga haqli. Agar stajingiz, ish haqingiz, imtiyozli davrlaringiz yoki pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish faoliyatingiz bo'yicha savol bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Har oy oladigan pensiyangizdagi kichik farq ham yil davomida katta summaga aylanadi. Masalan, oyga 1,70 ming so'm qo'shimcha bo'lsa, bir yilda 1,8 million so'm bo'ladi. Oyga 300 ming so'm farq bo'lsa, bir yilda 3,6 million so'm bo'ladi. Pensiya oilasi uchun bu juda real yordam. Men sizga va yaqinlaringizga shuni tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlarni bir joyga yig'ing, mehnat daftarchasini varaqlab chiqing. Qaysi yillar hisobga olinganini aniqlang. Shubhali davrlarni yozib qo'ying va pensiya organiga murojaat qilishni boshlang. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, bu ishda ularga yordam bering. Chunki ko'p pensionerlar navbat kutishdan, ariza yozishdan, idoralarga borishdan charchaydi. Farzandlar yordam bersa, ko'p masalalar tezroq hal bo'ladi. Bugungi yaxshi xabar shuki, pensionerlar o'z pensiya miqdorini tekshirtirish, yetishmayotgan staj va ish haqi hujjatlarini qo'shtirish, ayrim hollarda qayta hisoblashga erishish imkoniyatiga ega. Bu hamma uchun bir xil miqdorda oshish bo'ladi degani emas, lekin o'z huquqini tekshirtirmagan odam imkoniyatni qo'ldan boy berishi mumkin. Men sizlardan iltimos qilaman, bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi yoshi katta insonlarga yetkazing. Kommentariyada yozing, sizda pensiya bo'yicha qanday muammo bor? Staj yetmayaptimi? Arxivdan hujjat topilmayaptimi? Pensiya kam hisoblangan deb o'ylaysizmi yoki qayta hisoblash bo'yicha tajribangiz bormi? Fikringiz boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni so'z tilida tushuntirib beraman.